muhtaram yurtboshimiz har safar ta'kidlaydilar, ilm kerak. Intensiv bog' bilan oddiy bog'ni nima farqi bor? Mana ko'rgan bo'lsanglar, 1800 gektarda biron joyda o'qariq, ariq yo'q. Hammasi 100% quvur orqali, kapilni lenta orqali suv chiqadi. Ular aytayapti, 100% artizandan bor. 40-50 yildan beri bir giyoh ham o'smagan shu joyda 70 sentrgacha hosildorlikka erishgan yangi texnologiyalarni ko'rib bular hammasi hayratga tushyapti. Bizning asosiy maqsadimiz G'uzorda mana to'liq mahalliy fermerlarimizni ham mana shu yangi texnologiya asosida kelgusida daromadini karraga oshirish. 50-60 yillar oldindan bo'rilarga dehqonchilik qilinmagan. Chunki suv yetib kelmagan. Hozir mana o'zlari artizan quduqlar kavlab, tomchilatib sug'orib paxta qilyapti. Unda hosillarni 70-80 sentrdan beradi.